Bugungi bolamiz bizga shanba kuni keluvdilar, ya'ni yuraklari to'satdan tez urishi bilan. Mana operatsiya ketyapti. Operatsiya endi bo'lmaydi. Og'riq yo'q umuman. Boshida qo'rqandim to'g'ri. Qo'rquvga arzimas ekan, qiynalib yurishga arzimas ekan mana. 15 minut, 20 minut bo'ldi kirganimga. Mana akalarimiz ishlashyapti, umuman og'riq yo'q. Spokойно, hammasi chotki. Kattakon rahmat. Juda zo'r bo'lyapti. Anamnezdan oladigan bo'lsak, bolani oxirgi 6 oydan beri yurak to'satdan tez urishlari bezovta qiladi. Bolamiz Rossiyada o'qiydi. Shu sababli u yoqda ko'p marotaba murojaat qilgan. Xurujlar 20 minut, yarim soat bo'lganligi uchun hech kim xurujni ushlay olmagan. Shu sababli demak to'g'ri tavsiya berilmagan bolaga nima qilish kerakligini. Bizga murojaat qilib keldilar. Demak, holter taqdik. Baxtimizga holter payti yuragi tez urdi va paroksimal taxikardiya borligini tasdiqladik. Tasdiqlaganimizdan keyin elektrofiziologik tekshiruvga oldik va bemorda VPV sindromini aniqladik. VPV bu tug'ma, ya'ni bola shu bilan tug'ilgan. Faqat 6 oy oldin yo'l aktiv ishlashni boshlagan. Yo'l ishlashni qayerdan bilamiz? Xurujlardan. Xurujlar ko'payadi. Demak, bu yechim o'sha qo'shimcha yo'lni kuydirish hisoblanadi. Hozir kirdik. Demak, joyini topdik. Ablatsiyani bosgan paytimizning o'zida qo'shimcha yo'l o'zini ishlash funksiyasini yo'qotdi. Atrofni chuqurroq qilib ishlab qo'yamiz. O'ylaymanki, Xudo xohlasa, bemorimizni boshqa xurujlar bezovta qilmaydi va o'qishni davom ettirish uchun bemalol 3 kundan keyin qayta Rossiyaga ketaversa bo'ladi.